Assalomu alaykum azizlar. Men Muslimbek Boymurodov, yuz jarrohi implantologman. Bugun juda ham qiziqarli va hamma shifokorlarga va talabalarga kerakli bo'ladigan mavzu EKG, ya'ni elektrokardiogramma mavzusi va ularning patologiyasini razbor qilib tushuntirib beramiz. Va ko'pchilik stomatolog va implantologlar va yetishib kelayotgan, ya'niki yosh talaba shifokorlarning fikri bizga nimaga kerak? Biz tishlar bilan ishlaymiz, biz yurak bilan ishlamasak kerak degan narsani oldiga qo'yadi. Lekin unaqa fikrda bo'lmasligini men aytib qo'yardim, chunki kundalik hayotda biz ishlatadigan mahalliy anestetiklarimiz ular natriy blokatorlari hisoblanadi va yurakka ta'sir qiladigan va uni tarkibiga qo'shiladigan vazokonstriktorlar, ya'ni epinefrin, adrenalinlarimiz yurakda ag'dar to'ntar qilib tashlash funksiyasiga ham ega. Hattoki ba'zi bir patologiyalarda bemorni stolda ustida yo'qotib qo'yish yoki o'ldirib qo'yish holatlariga ham olib kelib qo'yishi mumkin agar bu narsani tushunmasak. O'shaning uchun hamma mana shu mavzuni chuqur bilish kerak deb bilaman. Demak, mana shu mavzudan keyin agar leksiyani oxirigacha tomosha qilsalaringiz, hamma demak mana shu EKGda nima sodir bo'layotganligi, tarmoqlarda nima patologiyalarni ko'zi bilan ko'radi va eng muhim mavzulardan bittasi infarktga alohida yondashamiz. Demak, boshladik. EKG elektrokardiogramma, ya'niki yurakda elektr impulslarini berib, kardiogramma o'sha varoqchada ko'rsatib beradigan holat bo'ladi. Buning uchun bizga elektrodlarimiz kerak bo'lar ekan. Elektrodlarimiz kerak bo'ladi. Qanaqa elektrodlarimiz bor desa, 12 ta elektrodimiz bor ekan. Asosiy bizda elektrodlarimiz qanaqa desa, o'sha V1, V2, V3, V4, V5, V6 holatda belgilanadigan, ya'niki ko'krak tarmoqlarimiz bor bizda. Ko'krak tarmoqlariga qo'yilgan elektrodlarimiz. Undan keyin birinchi, ikkinchi, uchinchi standart tarmoqlarimiz bor ekan. Elektrodlarimiz standart elektrodlarimiz bor. Undan keyin esa AVF, ya'ni foot degani bu oyoqqa, men tushuntirib o'taman bu narsani. AVR right degani, ya'ni o'ng taraf degani bilamiz ingliz tilida va AVL left degani, ya'ni chap taraf. Demak, bu kuchaytirilgan tarmoqlarimiz mavjud ekan. Demak, umumiy 12 ta tarmoq bo'lyapti. Va Eindhoven degan olim elektrическая ось сердца deydi, ya'ni yurakda elektr o'qi bo'yicha joylashishni ko'rsatib o'tgan. Juda ham oson, har bitta patologiyani mana shu bo'yicha o'rgansak bo'ladi. Misol uchun, to'g'ri kamerali yurakda biz mana bunaqa holatda yozib olamiz, qaranglar. Endi mana bu narsani bo'lamiz. Mana bunaqa holatda bo'lamiz. To'rtga bo'lganimizda endi qaranglar. Mana bu tepaga men qo'yaman AV. Demak, bu o'ng taraf bo'lyapti, sizlarga tushunishliklaringiz uchun. Bu chap taraf bo'lyapti va bu past bo'lyapti, to'g'rimi? Demak, mana shu narsa holatda men bu AVR, AVL, AVF holatda belgilab olaman. AVF holatda belgilab olaman. Tushunlaringiz-a? Demak, foot degani oyoq degani, AVL chap taraf degani, bu esa AV right o'ng taraf degani. Keyin standart tarmoqlarda 1, 2, 3 deb belgilab olaman. 1 mana bu yerdan ketadigani 2 holatda belgilab olaman. Mana bu yerga to'g'ri keladigan va bu yerga to'g'ri keladiganini esa 3 deb belgilab olaman. Tushunlaringiz-a? Va ko'krak tarmoqlarimiz V1, V2, V3, V4, V5, V6 holatda ham belgilanadi. Undan tashqari qo'shimcha elektrodlarimiz ham bor. Bu infarktni ham tushuntirib o'tib ketaman. V7, V8, V9 degan qo'shimcha elektrodlar ham bo'ladi bizda. Qo'shimcha elektrodlar. Demak, bu orqa tarafdan ham qo'yiladi. Mana V7, V8, V9 holatda orqa tarafda nima sodir bo'layotganligini tushunishligimiz uchun. Demak, qaranglar. Bu yerda biz qo'yamiz V1, V2, V3, V4, V5, V6 holatda, demak, ko'krak tarmoqlarini qo'yib chiqdik. Tushunlaringiz-a? Mana bu ko'krak tarmoqlari. Bu nimaga uchun kerak degan jarayonni oldin tushuntirib beramiz. Endi EKGni ochganimizda bizda har xil tishchalar bor. Har xil tishchalar mana bunaqa holatda belgilanadi. Xo'p, demak, bu pechcha nima uchun plusligini ham men tushuntirib o'taman. Ya'ni bu izoliniya deb olinadi. Mana bu izoliniya deb olinadi. Izoliniyadan, ya'niki musbat holatda tepaga ko'tarilgan holatda bo'ladi tishcha. Keyingisi yana izoliniya, undan keyin quv tishcha. Bu nimaga minus holatiga tushuntiraman. Keyingisi R tishchamiz. Tepaga bu musbat tishchamiz va S tishchamiz. Bu ham manfiy. Ko'rib turganlaringizda keyingisi T tishcha, musbat va keyingi tishchamiz U tishcha. Bu juda ham kam holatda ko'rsatiladi. Bu ham qo'shimcha holatda tishchamiz hisoblanadi. U tishchamiz bilib qo'yishimizga kerak ekan. Xo'p, endi
P-ishchamiz qanaqa holatda hosil bo'ladi? Qaranglar. Mana bu bo'ladigan bo'lsa, bizda asosiy yurakda 4 ta funksiyasi bor. Shu yerda yozib ketaman. Shu patologiyalar ham o'shandan kelib chiqadi. Demak, 4 ta. Bu birinchisi avtomatizm. Avtomatizm degan nima degani? Qaranglar. Men hozir misol uchun qo'limni ko'tarish kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'lim ko'tarish kerak deb miyaga impuls boradi, o'ylab, fikrlab, keyin qo'limni ko'taraman. Lekin men yuragim hozir urish kerak, urmasligi kerak degan narsani buyruqni beramanmi desa, yo'q, o'ylagan vaqtimda ham, uxlagan vaqtimda ham, turgan vaqtimda har doim urib turadi. Bu avtomatizm holatda o'zidan o'zi, ya'ni impulslar chiqarib urib turaveradi. Mana shu jarayon avtomatizm, ya'ni tashqi ta'sirlarsiz o'ziga o'zi, ya'niki impuls hosil qilib javob berish reaksiyasida bu avtomatizm holatda bo'ladi. Va avtomatizmni bajarib beradigan bizlarda elektr impulslarni avtomatizmda, ya'niki shoh qismi bor, ya'ni o'chog'i birinchi boshlab beradigan. Bu sinartrial o'choq deymiz. Sinartrial o'choq yoki case flag deydi buni. Case flag. Keyingi sinartrial o'choq asosan 60 tadan 90 tagacha impuls hosil qiladi. Buni ham bilib qo'yishimiz kerak. 60 tadan 90 tagacha impuls hosil qiladi. Bu yerda aurikulalar bor. Aurikulalar ya'niki quloqchalari bor. Quloqchalarida o'sha vena cava superior va vena cava inferiorda quyiladigan joyida sinartrial o'choq bo'ladi. Tushunlaringizmi? Sinartrial tugun, ya'ni tugunimiz. Va bu tugundan bizlarga tarmoqlar bo'ladi. Chap, mana ko'rib turganlaringiz. Chap bo'lmacha bu. Bu o'ng bo'lmacha, bu o'ng qorincha. Bu chap qorincha. Demak, bizlarda chap bo'lmachaga ketadigan Bachmann yo'li hisoblanadi. Bachmann yo'li beriladi. Bachmann. Tushunarlizmi? Keyingisi Winkelbach tarmog'i bor. Winkelbach bu impulslarni o'tishi. O'tibdi. Xo'p, endi keyingisi Toril degan tarmog'imiz bor. Bachmann, Winkelbach, Toril. Tushunarlizmi? 3 ta. Bu esa keyingi qismga, ya'ni antraventrikulyar qismga beradi. Ya'ni antraventrikulyar tugunga. Bu antraventrikulyar tugun esa bizlarda 40 tadan 60 tagacha impuls hosil qilish xususiyatiga ega. Yoki antraventrikulyarda biz Ashov tovar tuguni deymiz. Tushunlaringizmi? Mana shu olim tomonidan, ya'ni ta'rif berilganligi uchun. Keyingisi antraventrikulyardan bu yoqqa ketadigan tarmoq tugun. Keyingi tugunimiz bu GIS tuguni. Puchok GIS deydi. O'sha GIS tuguni hisoblanadi. GIS tugunidan pastga qarab, bu chap qorinchaga qarab, ko'rib turganlaringiz, ikkita oyoqcha, bu oldingi oyoqcha va bu orqa oyoqchasi. Demak, bu chap GIS tutami oyoqchalari blokadada men tushuntirishim uchun yaxshilab bilib olishliklaringiz kerak. Demak, chap qorinchada bizda ikkita GIS tutamini oyoqchalari bor ekan. Tushunlaringizmi? Endi o'ng tarafda bitta bo'ladi. Nima uchun chap tarafda ikkita desalar? Chunki chap qorincha bilamiz qalin bo'ladi. Mana bu holatda qalin bo'ladi. O'shaning uchun ikkita kerak. Elektr impulslarini, ya'ni hamma joyiga miokardni berish uchun. Endi o'ng qorinchada esa bitta. O'ng oyoqcha. Xo'p, oxirida esa mana bunaqa holatda tugaydi. Ya'ni u ichki joylarga ham impulslar berilishi kerak va mana shu impulslar esa Purkinye tolalari orqali beriladi. Oxiri tugaydigan joyimiz Purkinye tolalari ekan. GIS, ya'ni tuguni va tutamda asosan 20 ta pasaytirib ketyapman, ko'rgan bo'lsanglar. Demak, 40-60 ta bo'lsa, yana 20 ta kamaytiramiz. 20 dan 40 tacha impuls hosil qilar ekan. Keyingisi esa Purkinye tolalari, oxirgisi 0 tadan 20 tagacha impuls hosil qilish xususiyatiga ega. Tushunlaringizmi? Ya'ni sinartrial tugundan boshlanarkan avtomatizm har doim mana shunaqa holatda davom etaveradi. Sinartrial antraventrikulyar GIS tutami, undan keyin o'sha oyoqchalarga beriladi, undan keyin Purkinye tolalari tugaydi. Shuni oldik. Undan keyingi funksiyasi esa o'tkazuvchanlik. Ya'ni elektr impulslarini o'tkazish funksiyasini bajaradi. Tushunarlimi? Ya'ni provodimist deydi buni.
Provodimist. Keyingisi esa bu qo'zg'aluvchanlik. Ya'ni tashqi ta'sirlar, bu tashqi ta'sirlarga javob reaksiyasi sifatida qo'zg'alish funksiyasi qo'zg'aluvchanlik hisoblanadi. O'tkazuvchanlik elektr impulslarini bitta, ya'ni elektr impuls tugunidan ikkinchi elektr impuls tuguniga o'tkazish funksiyasi. Oxirida esa bularni hammasini qabul qilib, nima qilish kerak? Yurak qisqarish funksiyasini bajarish kerak. Qisqaruvchanlik funksiyasini bajaradi. Qisqaruvchanlik ta'sirida bu qanaqa bo'ladi desa, ya'ni kalsiy ionlarini endoplazmatik retikulumdan chiqaradi va aktin miyozin kompleksi aktivlanib, qisqarish funksiyasi bajariladi. Xo'p, demak, mana bunaqa funksiyada bo'lar ekan. Endi men tishchalarni aytib o'tdim. P tishcha plus musbat qanday paydo bo'ladi, Q tishcha manfiy qanday, R tishcha musbatligini tushuntirib berishim kerak. Qarang, sinartral tugundan boshlanar ekan. Boshlandi. Bizni tarmog'imiz tepada, to'g'rimi? Tarmoq tepadan pastga qarab yo'nalyapti. Demak, P tishchamiz harakat impulslarini mana bu bo'lmachalarda impulslarni berar ekan. Impulslarni bo'lmachalarga. Tushunarlimi? Demak, bu tarafga harakat qilyapti. Bu musbat sifatida qabul qilamiz. Buni manfiy sifatida qabul qilamiz yuqori. Oson tushunib olishliklaringiz uchun. Demak, bizlarda izoliniya holatida undan keyin esa bu tarafga harakat qilganligi uchun, pastga harakat qilganligi uchun musbatga harakat qilyapti. Demak, bu yerda P tishcha paydo bo'lar ekan, musbat holatda tishcha. Endi P tishchada bizda ikkita bo'lmachamiz bor. Chap bo'lmacha va o'ng bo'lmacha. Men aytdim, Bachmann yo'li, ya'ni chap bo'lmachaga javob beradi. Bu esa Winkelbach va Toril esa o'ng bo'lmachaga javob beradi. Bizda ikkita tarmoq bo'lganligi uchun va bu tarmoqlar bu yoqqa javob berganligi uchun birinchi mana bunaqa holatda P tishchamiz ikkita tishchadan iborat ekan. Mana yashil bilan yozaman tushunishliklaringiz uchun. Demak, elektr impulslar qayerda? Bu o'ng bo'lmachani birinchi ko'rsatadi. O'ng bo'lmacha yaqinroq, ko'ryapsizlar? Demak, o'ng bo'lmacha qisqardi. Undan keyingi esa bizda ko'rsatadigan narsa chap bo'lmachani qisqarishi ekan. Qizil bilan yozdim. Demak, mana shuni ikkalasini biz birlashtirsak, nima bo'lar ekan? P tishcha paydo bo'lar. Xo'p, demak, P tishchani tushunib oldik, musbat nimaga ekanligini. Demak, bu tarafga keldi, A va tugun o'zida saqlab turish funksiyasini bajaradi. Demak, mana shu yerda bizda izoliniya, ya'ni ma'lum bir pauza paydo bo'ladi. Endi keldi, disputamigacha ham keldi. Disputamidan keyin bu qabul qilgandan keyin nima qiladi desa, buni pastga qarab yo'naltirishga harakat qiladi elektr impulslarini. Chunki 60 tadan 90 tagacha impuls berildi. Endi pastga qabul qilganda mana bu joylarda elektr impulslarini hamma joyga berishlik uchun bitta orqaga harakat bo'ladi. Mana shu joyda P tishchanidan keyin Q tishchani manfiy tishchamiz paydo bo'lishligini tushunsak bo'ladi. Q tishchamiz manfiy holatda paydo bo'lar ekan. P tishchamiz musbat. Demak, mana bu yerda qorinchalararo to'siqda orqaga harakat, ya'ni qaysi tarafga, manfiy tarafga harakat bo'lganligi uchun bizda qanaqa tishcha paydo bo'lyapti? Manfiy tishcha paydo bo'lyapti. Endi biz davom etishimiz kerak yo'llar. Bizning eng oxirgi tugaydigan joyimiz Purkinje to'lalari edi. Demak, bu yurak apeksigacha tarqaladi. Ya'niki verxushka deymiz, yurakni cho'qqigasigacha elektr impulslarimiz tarqalar ekan. Va mana shu joyda oldinga harakat ketyapti. Demak, bu yerda esa uzun R tishchamiz musbat holatda paydo bo'lar ekan. Hamma tushunyapti? Demak, keyingisi esa bizlarda S tishchamiz ekan. S tishchamiz bizlarda manfiy holatda paydo bo'lishi kerak. Nima uchun manfiy desak? Chunki S tishchamiz qaysi tarafga harakat qilyapti endi? Endi bizning elektr impulsimiz yuqoriga qarab harakat qilyapti. Mana ko'rib turganingizdek, yuqoriga harakat paydo bo'lyapti. Demak, bu yerda esa bizda S tishcha manfiy holatda paydo bo'lar ekan. Demak, shundan kelib chiqadiki, QRS kompleksi nimalarga javob beradi? Nimalarni qisqarishiga javob beradi desa, shu joyda aytib ketamiz. Bu qorinchalarni qisqarishiga javob berar ekan. Tushunarlimi? Qorinchalarni qisqarishiga javob berar ekan. Endi P tishchamiz umumiy holatda nimani qisqarishiga javob berdi? P tishchamiz umumiy holatda bo'lmachani qisqarishiga javob berdi. Bo'lmachalarni qisqarishiga javob berdi. Demak, mana shu yerdan fikrlaymiz. Agar men P ni o'zgargani yoki P ni tushib qolganini ko'rsam, menda qanaqa o'y fikr paydo bo'lishi kerak? Sinartral tugunda patologiya yoki bo'lmachada patologiya, ya'ni bo'lmachalarimda nimadir neto yoki sinartral tugunimda neto bir narsa. Keyingisi QRS kompleksda
qanaqadir patologiya bo'ladigan bo'lsa, ya'niki u uzun bo'lib ketgan bo'lsa yoki kalti juda ham qisqa bo'ladigan bo'lsa, birlashib ketgan bo'lsa, demak menda qorinchalarda muammo ketyapti deb o'ylashim kerak. Tushundingizmi? Keyin eng oxirgi tichkamiz esa bu T tichkamiz. T tichkamiz repolarizatsiyaga javob beradi. Repolarizatsiyaga javob beradi. Demak, T tichkamiz musbat holatda repolarizatsiya. Repolarizatsiya degan qaytadan qutublanish degan. Ya'ni u dam olib, oddiy qilib aytganda, yurakda dam olishiga javob beradi. Dam olib, yana qisqarish uchun tayyorgarlik bosqichi tichkada ya'ni namoyon bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni qayta qutublanish, repolarizatsiyaga javob beradi. Xo'p, bu narsani tushunib oldik. Endi biz 3 xil odamni ko'rib chiqamiz. Ya'niki normostenik, giperstenik va astenik bemorlarda qanaqa holatda o'zgarishlar bo'ladi, men sizlarga tushuntirib beraman. Va birdaniga gipertrofiyalarni ham keyingi holatda tushuntirib o'tib ketaman. Demak, birinchisi normostenik bemorlarda. Ikkigina oldin bu bemorda normostenikmi, astenikmi yoki giperstenikmi bemor qanday bilsam bo'ladi. Birinchi tarmoqlarimiz standart tarmoqlar ko'riladi. 3 ta. Ya'ni mana bu yerda voltajimiz bor, 20 millimetrlik normada. Xo'p, men qaysi ikkigini sizlarga o'rgatyapman? 25 millimetr sekunddagi tezlikda olinadigan. Hozir hammasi shu. Ko'p holatda ishlatiladigan shu 25 millimetr sekund. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, demak, mana shu holatda bizda normostenikda nima bo'ladi? P tichkamiz R S T. Xo'p, ikkinchi tarmog'imiz PQRST kompleks. Uchinchi tarmog'imiz standart tarmoqlarda chizyapman. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Demak, oddiy holatda tushunishim kerakki, normostenik bemorlar yuragi qanaqa joylashgan desa, mana bunaqa holatda joylashgan bo'ladi. Ya'ni nisbatan chapga siljigan bo'ladi mana bunaqa holatda. Demak, men bu yerda elektr impulsda qaysi elektrodlarimiz qanaqa joylashganligini men sizlarga tushuntirib o'tdim. Demak, ikkimiz mana bu yerda. O'shaning uchun 2 apex R'imizni apexga javob beradi dedik. O'shanda bilib olishimiz kerakki, R tichkamiz eng baland qaysida bo'lishi kerak? Normada 2 da baland bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Chapga nisbatan siljigan dedik. Endi chapga siljiganda 1 kattaroq bo'lishi kerakmi yoki 3 kattaroq bo'lishi kerakmi desa, ko'rib turganlaringizdek 1 R tichka 3 dan ko'ra nisbatan uzunroq. Tushundingizmi? Demak, 1 tichka 3 tichkadan uzunroq bo'ladi. Bu normostenik bemorlarda. Demak, men formulani yozib olaman. R1 tarmoq eng katta, keyingisi R2 tarmoq eng katta, R1 undan keyingi katta demoqchi bo'lganim va uchinchisi R3 eng kichigi. Tushundingizmi? Bu normostenik bemorlarda. Endi keyingisi giperstenik, ya'niki semiz insonlarda nisbatan qanaqa bo'ladi? Semiz insonlarda yoki biz aytamiz giperstenik bemorlarda. Xo'p, endi qaranglar. Giperstenik bemorlarda nisbatan chapga siljigan bo'ladi. Nima uchun desa, ya'ni semiz insonlarda asosan ularda tana vazni katta bo'lganligi uchun hamma joyini, ya'ni o'sha kislorod bilan va qon bilan ta'minlab berish uchun bizlarda asosiy nima qisqarib berish kerak? Chap qorincha. Ularda kuchliroq bo'lishi kerak va ko'proq qisqarish kerak. Demak, chap qorincha gipertrofiyalangan bo'ladi. Hozir men gipertrofiyani hozir tushuntiraman, o'shanda ham aytib o'tib ketaman. Demak, chap qorinchamiz gipertrofiya holatda bo'ladi. Ularda yoki oddiy ularda ya'ni yurak o'qi nisbatan chapga siljigan bo'ladi. Endi mana shunday o'ylayapmiz, chapga siljigan bo'lsa, qaysi tarmoqqa nisbatan siljigan bo'ladi? Birinchi standart tarmoqqa. Tushundingizmi? Endi qaranglar. Ikkigida mana buni 1, 2, 3-chi tarmoq sifatida, standart tarmoqlari sifatida chizdim. P, Q, R S, T, bu yerda ozgincha joy bo'lishi kerak. S T. Keyingisi ikkinchi tarmoqda P, R, S T. Keyingisi uchinchi tarmoqda manimcha farqni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib bo'ldingiz. Eng uzun tichka R tichkamiz qaysi tarmoqda eng yuqori bo'lyapti desa, birinchi tarmoqda. Demak, yozib qo'yamiz. R1 giperstenik, ya'niki semizroq tana vazni katta bo'lgan insonlarda eng katta bo'lar ekan. Undan keyingi ikkinchi standart tarmog'ida katta va eng bizlarda kalta holatda R tichkamiz qaysida? 3-tarmoqda bo'lar ekan. Tushunarsiz? Juda ham oson, chunki ularniki qaysi tarafga siljigan nisbatan? Chap tomonga. Ana birinchi standart tarmoq tomonga. Tushunarsiz? Xo'p, va keyingi holatda esa astenik bemorlarimiz. Bu o'zi
birdaniga javobini bildilaringiz, qanaqa bo'lishligi kerakligini. Erkichkamiz eng uzuni, men tezroq yozishga harakat qilaman. Ularniki qanaqa holatda bo'ladi? Ya'ni mana bunaqa holatda o'ng tarafga siljigan bo'ladi. Bu nisbatan xipcha bo'lgan, ya'niki tana vazni past bo'lgan ariq insonlarda bo'ladi. Endi eng yuqorisi qaysida bo'ladi? Albattaki 3-chi standart tarmoqda. Demak, 3-chi standart tarmoqda tana vazni past bo'lgan, ya'ni astenik bemorlarda eng yuqori, undan keyin esa nisbatan 2 da bo'ladi va eng pasti esa 1-chi tarmoqda bo'ladi. Chunki ularniki qaysi tarafga siljigan? O'ng tarafroqqa siljigan deb aytib o'tdim. Bu demak juda ham oson ajratish ekan. Shuna qaraysiz, ikkigida birdaniga qarab aytsak bo'ladi. Endi har bitta qaraganimizda birinchi boshlashimiz kerak bo'lgan narsa bu pitchchadan boshlashimiz kerak. Pitchchadan boshlashimiz kerak. Agar standart tarmoqlarda va kuchaytirilgan hamma tarmoqlarda qarabsizlar, pitchchasi bormi? Demak, bunaqa avtomatizmda kim shoh, ya'ni funksiyani bajarib, sinartral tugun. Tushundilaringizmi? Demak, bularda hammasi sinusli ritm degan. Sinusli ritm. Tushundilaringizmi? Agar pitchcha bo'lmaydigan bo'lsa, qanaqa bo'ladi? Sinusli emas. Sinusli emas. Ne sinusli ritm bo'ladi. Ne sinusli ritm. Demak, bu ham sinusli ritm. Bu ham sinusli ritm ekan. Tushundilaringizmi? Ritm sinusli. Xo'p. Bu narsani tushunib oldik. Endi pitchchani o'zini qisqacha patologiyasini aytib ketaman. Shu yerda pitchcha haqida boshlagan bo'lsa, demak, misol uchun pitchchada chap bo'lmachada muammo bo'layotgan bo'lsa, chap bo'lmachada muammo yo'q, o'ng bo'lmachada muammo, men qanday ajratsam bo'ladi? Men pitchchani mana bu yerda tushuntirdim. Endi qaranglar. Pitchchada agar menda o'ng bo'lmachada kelinglar birdaniga mana shu yerda gipertrofiya degan tushunchani boshlaylik. Mana shu yerda tushuntirishim osonroq bo'lar ekan. Demak, mana buni o'chirsam bo'ladi menimcha, chunki bu narsalar menga kerak. Avtomatizm o'tkazuvchani, qo'zg'aluvchani, qisqaruvchani funksiyasini tushuntirdim. Menimcha tushundilaringiz nima ekanligini, chunki bizga patologiyada bu narsa kerak. Demak, bu narsani o'chiraman. Bizlarda shoximizni bilamiz, sinaptral tugunligini. Hozir gipertrofiyalarda razbor qilamiz. Gipertrofiya, ya'ni trofika degani oziqlanish degani. O'sha nisbatan gipertrofiya kameralar gipertrofiyasi. Bizlarda yuragimiz 4 kamerali. Qaysidir kameramiz nisbatan yiriklashgan, ya'niki o'shalarning qobig'i qalinlashgan bo'lsa, men ikkigida qanday aniqlayman degan savolga javobini topamiz. Demak, birinchisi boshlaymiz, kelinglar o'ng bo'lmachadan boshlaymiz. O'ng bo'lmachadan boshlaymiz. Men pitchcha haqida gapirmoqchi edim, birdaniga tushuntirib o'tib ketaman mana shu yerda. Demak, pitchchamizda o'ng bo'lmachamiz qanaqa hosil bo'lardi? Mana bunaqa holatda ikkigamiz bo'ladigan bo'lsa, PQRS-da, demak, mana bu yerda o'ng bo'lmacha birinchi qisqaradi, keyin chap bo'lmacha qisqaradi. Demak, menda qaysi qism yiriklashgan desa, bu yerda o'ng bo'lmacha yiriklashgan. Tushunarlimi? O'ng bo'lmacha yiriklashgan. Bu holatda, ya'ni mana bu yerda 3 tabaqali, bu yerda 2 tabaqali, ya'ni trikuspidal va bikuspidal bizlarda klapanlarimiz bor. Bu yerda aorta chiqadi, bu yerda o'pka arteriyasi chiqadi. Bu yerda kovak venalar kiradi, bu yerda 4 ta, ya'ni o'pka venalari kiradi. Hop, bu narsani bilamiz. Endi misol uchun men bu yerda stenoz holatda bo'ldi, mana bu yerda ko'p to'planyapti. Shuni hisobiga biz o'ng bo'lmachamizga nagruzka katta tushgan va qobig'i yiriklashgan deylik. Endi bu yerda birdaniga fikrlab topib olsam bo'ladi. Bizada pitchchamizda mana bu yerda mana aytib o'tganimizdek Bachman yo'li, Winkelbach va Torel yo'llariga ko'proq ketyapti. Endi bu qobiqni nisbatan qisqarishi uchun bizada qaysi joyimiz yiriklashgan bo'lishi kerak? Pitchchamizda oldingi qismi. Tushunarlimi? Pitchchamizda oldingi qismi yiriklashgan bo'ladi, kattalashgan bo'ladi. Mana bunaqa holatda yozaman. Bu tarafdan keladi, mana bunaqa holatda yozay, tushunasizlar. Mana bunaqa holatda yiriklashib, mana bunday holatda bo'ladi. Demak, birinchi tarafdagi qismimiz nisbatan yiriklashgan bo'ladi, ikkinchi tarafdagi qismiga nisbatan. Tushunarlimi? Demak, bu hamma tarmoqlarda ko'rsak bo'ladi. Hamma tarmoqlarda ko'rsak bo'ladi. Birinchi qismi nisbatan uzunroq pitchchamizda va bu tarafiga ham shirokroq, kengroq bo'ladi. Endi keyingisi buni tushundik menimcha, pitchchani oldingi tarafida o'zgarish bo'ladi, oldingi tarafida. Chunki mana bu o'ng qismga, mana bu chap qismga javob beradi. Endi keyingi qism bu chap bo'lmacha
gipertrofiyasi. Bunda ham xuddi shunaqa. Yetishmovchilik, bikus pedal, ya'ni ikki tabaqali klapanimizda yoki stenozida nima bo'ladi? Xuddi shunaqa holatda pechkamiz ham nima bo'ladi? Zaostrenniy bo'ladi. Ya'niki mana bu tarafi mana bunaqa holatda bo'ladi. Endi ikkinchi tarafini ko'rib turgan bo'lsak, ikkinchi tarafi bizda qanaqa? O'tkirlashgan bo'ladi. Xuddi tog'da cho'qqisiga chiqayotganingizdek bo'ladi mana bunaqa holatda. Shunlardan nisbatan P'imiz uzunligi kengroq bo'ladi. Chunki P bo'lmachiga ham vaqt ko'proq ketyapti. Ikkala holatda faqat bunda birinchi qism nisbatan uzunroq, ikkinchi qismga nisbatan. Bu yerda ikkinchi qism nisbatan uzunroq. Sababi ikkinchi qismi bizlarda o'ng qismga birinchi qism javob beradigan bo'lsa, ikkinchi qismimiz esa chap qismga javob beradi. O'shaning uchun buni biz hattoki aytamiz P neytrali deb. P neytrali deb. Shunlardan, demak bu asosan chap nima bo'lmachani gipertrofiyasini ko'rsatar ekan. Mana bunaqa holatda bo'lsa. Menimcha farqini tushundingiz. Bu tarafda kattalashgan, bunisi esa ikkinchi yarim tarafi nisbatan uzunlashgan bo'ladi, kattalashgan bo'ladi. Kengroq bo'ladi. Shunlardan farqini. Xo'p, keyingi qismlarga o'tamiz. Keyingi qismlar u juda ham qiziqarli. Endi o'ng bo'lmacha va chap qorincha gipertrofiyasi. Endi qaranglar. Bizda bu tarafni aniqlashimiz uchun asosiy tishchalarimiz R va S tishchalar hisoblanadi. R va S tishchalarimiz hisoblanadi. P, Q, R, S, T bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda endi men qaysi tarmoqlarda o'zgarish bor degan qismni topib olishim kerak. Mana bu yerda qaysi tarafga javob berishligi. Bu o'ng tarafida, mana bu o'ng taraf, bu chap tarafida. Demak, bu chap qorincha edi, bu o'ng qorincha, bu o'ng bo'lmacha edi, bu chap bo'lmacha edi. Shunlardan. Xo'p, endi mana shunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, meni o'zgarishim asosan qaysi tarmoqlarda ko'rinadi desa, mana bu tarmoqlarda ko'rinar ekan. 3-chi V1, V2 tarmoqlarda ko'proq ko'rinadi. Shunlardan. Xo'p, endi bu tarmoqlarda nima ko'rinadi desalaringiz, R tishchani balandligiga e'tibor beramiz. Boya videoga aytmadim. Ya'niki R tishchamiz birinchi standart, ikkinchi standart tarmoqlarda, ya'niki nisbatan siljimaganligini qaranglar. Mana bu yerda xo'p yozib ketaylik. V1, V2 tishchalarda bizlarda R tishchalarimiz uzun bo'ladi, uzunroq bo'ladi. O'zi eng uzun tishchalarimiz, R tishchalarimiz normada qaysiga tarmoqga to'g'ri keladi? 2 ga e'tibor bersalaringiz, V3, V4 ga yaqinroq. Demak, R tishchalarimiz eng uzuni V3, V4 da bo'lishi kerak ekan. Undan keyin V5, V6 chunki yuragimiz chap tarafga nisbatan siljiganroq bo'ladi. Demak, bunda R tishcha mana bunda ikkita qiladigan bo'lsam, bunda bitta qilaman va R tishcha eng kichigi aslida V1, V2 da kichik bo'lishi kerak edi. Chunki o'ng tarafga nisbatan siljigan emas, bizaniki chap tarafga siljigan. Endi bu yerda esa V1, V2 da mana ko'ramiz, R tishchani amplitudasi oshganligini, ya'niki uzunligi oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bu qaysi holatda? O'ng bo'lmacha, o'ng qorincha gipertrofiyasida. Bu o'ng bo'lmacha, bu chap bo'lmachaniki edi. Bu endi o'ng qorincha gipertrofiyasida, V1, V2 nisbatan birinchi va ikkinchi ko'krak tarmoqlarida katta, undan tashqari esa yana qaysida katta bo'ladi? Bu aytib o'tganimizdek, astenik bemorlarda 3-chi standart tarmoqda R tishchamiz uzun bo'ladi. Shunlardan 3-chi standart tarmoqda R tishchamiz uzun bo'ladi. Ya'ni uni narsani mana bunaqa standart tarmoqlarda oson topib qo'ysa bo'ladi, gipertrofiyalarda. Mana standart tarmoqlarda astenik, normosteniklarda qanday holatda desa, R tishchamiz nisbatan qaysi tarafga siljigan bo'lsa, yurak o'qi o'sha tarafga siljigan bo'ladi. Misol uchun eng kattasi 1 da bo'ladigan bo'lsa, soch strelkasiga o'xshab mana bir tarafga siljayapti, ya'ni tepaga ko'tarilyapti. Bu chap tarafga nisbatan siljigan. Ya'niki giperstemik deb aytamiz yoki gipertrofiya holatda chap qorinchani o'ylasak bo'ladi. Yoki bu tarafga siljigan bo'lsa, mana uch tarafga siljigan bo'lsa, bu pastlikda. Tushunlaringizmi? Bu demak o'ng tarafga siljigan bo'ladi. Hozir demak o'ngnikini razbor qilyapmiz. O'ngda V1, V2 va 3-chi standart tarmoqlarda R tishchalarimiz uzun bo'lar ekan. Va ularda qarama-qarshi taraflari 2-chi V5, V6 tishchalarimizda esa S tishchamiz esa nisbatan chuqurroq bo'lar ekan. Chuqurroq bo'ladi. Tushunarli? Chuqurroq bo'ladi. Nima uchun desalaringiz, chunki bu tarafdan mana men sizlarga aytdim, S tishchamiz bu tarafga harakat qiladi. Nisbatan birinchi bu taraf qalinroq bo'lib ketganligi uchun, o'ng taraf gipertrofiyalangan bo'lganligi uchun bizlarga bu tarafga borguncha vaqtimiz nisbatan uzunroq bo'ladi. S tishchamiz deb eslab qolsak bo'ladi. Tushunarlizmi? S tishchamiz, ya'niki
chuqurroq bo'ladi. Keyingisi S kichkamiz chuqurroq. Demak, V5, V6 va qaysi tarmoqda? Birinchi standart tarmoqlarda S kichkamiz nisbatan chuqurroq bo'lishini ko'rishimiz mumkin ekan. Shulardan V6, V5 va birinchi standart tarmoqda. Keyingisi bu chap qorincha gipertrofiyasi. Yosh kattalarda ko'p uchraydigan holat chap qorincha gipertrofiyasi. Xo'p. Bunda nima bo'ladi desa, ko'p перегрузка holatda bo'lsa, o'zi 65 dan 70 ml gacha bitta qisqarganda chap qorincha otib berish kerak. Lekin tana vazni yuqori bo'lgan insonlarda nima qiladi? Ko'proq otib berish kerak va tez otib berish kerak. Endi o'ylaylar, misol uchun mashq qilyapsizlar, mushaklaringiz ham yiriklashadi. Xuddi shunaqa holatda bu tarafda ham yiriklashni boshlaydi. Anamnezlari alohida mavzu, chunki misol uchun o'ng qorincha bo'ladigan bo'lsa, biomexanika deydi, yurak sirkulyatsiyasini kichik tarmoqda nima bo'ladi, katta tarmoqda nima bo'ladi, ularni o'ylab topishimiz kerak. Misol uchun aytaylik, bu chap bo'lmacha bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda ya'ni zasoy bo'ladi, dimlanish bo'ladi. Dimlanish qaysi tarafga o'tadi? O'pkaga o'tadi. O'pkada, ya'niki bemorlarda yutadigan vaqtida kravoharkani, ya'niki o'sha qon yutalish holatlariga ham olib kelishligi. Har bitta jarayonni tushunib yetishimiz kerak. Xo'p, biz chalg'inamiz, ya'ni ikkiga mavzusidan ularni alohida mavzu sifatida chiqaraman holi. Chap qorincha gipertrofiyasi juda ham oson ekan. Qaranglar, fikr jihatdan o'ylaydigan bo'lsa, chapga siljigan bo'lishi kerak. Demak, V5, V6 va birinchi standart tarmoqlarda, mana yozib ketaman, V5, V6larimiz, R-kichkamiz juda ham uzun bo'lar ekan. Shulardan juda ham uzun, balandligi uzun bo'lar ekan. Ya'ni oddiy tushunchani tushuntirib qo'ydim. Chunki standart tarmoqlarda birinchi kichikcha uzunroq bo'lsa, bu tarafda eng uzun deb olasiz. Ya'ni R-kichkamiz baland, chap tarafga siljigan deb oldik. Ya'ni giperstenik bemor, giperstenik va gipertrofiya chap qorinchanikin. Endi bularda qarama-qarshi holatda nima ko'rsatadi? 3-chi V1, V2. S kichikcha ko'rsatadi dedim. Demak, bunda R kichikcha bo'ladigan bo'lsa, verkushka, chunki buni yurak asosi apexi nisbatan R kichikchamiz bu tarafroqqa siljigan bo'ladi. Yurak elektr o'qi nisbatan chap tarafga siljigan bo'ladi. Bu giperstenikni tushuntirayotganda ham aytdim. Demak, bu yerda 3-chi V1 va V2 tarmoqlarida S kichikchamiz chuqurroq bo'lar ekan. Chuqur bo'ladi. Tushunlaringizmi? Ancha gipertrofiyalarda zo'r tushundingiz. Endi keyingi patologiyalarga o'tamiz. Bularda har bittasini yozib konspekt qilinglar, ya'ni tushunishligi uchun va miyalarida butun umrga qolib ketish uchun. Demak, bularni razbor qildik. Buni o'chiramiz. Endi xo'p, qaranglar. Biz aytdik, avtomatizm dedik. Avtomatizmda bizda shoh bo'lib sinartral tugun bo'ldi. Avtomatizmda patologiyalar bo'ladigan bo'lsa, bunda asosan nima bo'ladi? Sinartral tugunda, ya'ni taxikardiya holatda bo'ladi yoki sinartral holatda bradikardiya bo'ladi. Demak, sinartral tugunda taxikardiya degani, sinartralni taxikardiya degani nima degani desa, bu CSSimiz o'sha 90 tadan balandga chiqib ketishi. Bradikardiyamiz asosan CSSimiz 60 tadan past bo'lishi asosan bradikardiya deb ataladi. O'zi bular ham taxikardiya ham, bradikardiya ham patologik va fiziologik bo'ladi. Misol uchun, qachon patologik va fiziologik bo'ladi? Taxikardiya o'ylab ko'ringlar. Misol uchun, biron nima oziqa yedilaringiz, o'sha vaqtida bizlarda ko'proq o'sha ovqatni hazm qilish uchun hamma joyga otib berish kerak. O'sha ovqat yeganimizdan keyin asosan taxikardiya bo'ladi, fiziologik. Yoki misol uchun o'sha qaysidir xonada kislorod kamroq bo'lganda bizda taxikardiya avtomatik holatda bo'ladi. Sababi kislorodga ta'minlanish yaxshi bo'lish uchun organizmniki. Endi patologik holatda qachon bo'ladi yoki gipertireoz holatda bo'ladigan bo'lsa, ya'niki bizani qalqonsimon bezimiz yetarli darajada ishlamay ketayotgan yoki har doim stressda o'qituvchilar misol uchun yoki stress holatda yuradigan insonlarda sinartral tugun ushlab turadi. Nima uchun? Chunki simpatik nerv sistemi aktivlangan bo'ladi ularda asosan. Tushunarlizmi? Buni qarama-qarshi holatda esa bradikardiya qachon fiziologik bo'ladi desa, bular asosan ko'pchilikda sportsmenlarda, qancha ko'p sportsmenlar zo'r shug'ullanaversangiz, bradikardiya holatda, ham futbolistlar bo'lishi mumkin, gimnastika, atletikachilar, o'shalarda asosan fiziologik. Adashmasam, o'sha hattoki o'sha Cristiano Ronaldoni butun dunyo taniydigan futbol yulduzini bradikardiya holatida 40 tadan 50 tagacha yuragi uradi deb ham eshitganman.
Sababi nima uchun desa, ularni 40 ta urib bergani qon bilan hamma joyda ta'minlanish yetadi. Kimlardir misol uchun ularniki 100 ta urish kerak, hamma joyga kislorod yetib borish uchun. O'zi aslida sportchilarni 40 ta 50 ta urgani ularni normal his qilish uchun yetadi. Patologik holatda esa qanaqa holatda bo'ladi? Och yursangiz, endi bu ham o'zi fiziologik holatda desak bo'ladi. Ochlik, qorni yaxshi to'ymaydigan o'sha Afrika xalqlari yoki boshqalarda aytsa bo'ladi yoki gipotireoz holatida yoki juda ham vazmin holatda insonlarda ana shu CSSimiz 60 tadan past bo'ladi. Xo'p, demak, buni ikkigida qanday ko'rsak bo'ladi desa, RR chichamiz nisbatan yaqin bo'ladi. RR chichamiz nisbatan yaqin bo'ladi. RR chichamizni CSSni qanday hisoblaymiz? Qaranglar, RRda ya'ni bizni mana bu yerda eng oson yo'li, mana bu yerda bunaqa qilib qo'yaman. RRda uzunligi CSSni aniqlashni uslubida. Demak, mana 25 deb oldim millimetr sekund. Mana sizlarga oson formulasi. Demak, RRda uzunligini mana bu yerda 300 ni RRda uzunligiga bo'laman. Bu yerda katta katakchalarning soniga. Misol uchun katta katakchalar ham menda chiqadi. RR uzunligi juda ham qisqa bo'ldi. Aytaylikki 3 ta chiqdi. CSS nechi chiqadi desa, yurak urishlar soni. Ya'ni число сердечных сокращений deydi. Bu rus tilida. Ya'ni yurak urishlar soni desak bo'ladi. 300 ni nechiga bo'laman? Katta katakchalarimiz 3 ta. Uni sanab topasiz. 3 ga bo'lsak, demak 100 ta urar ekan. Demak, buni sinartrialniy taxikardiya, sinusli taxikardiya deymiz. Bu yerda nima bo'ladi? Pech chichamiz bo'ladi. Chunki men aytdim, pech chichaga qarab sinusli yoki sinussiz deb qarasak bo'ladi. Ikkinchisi sinusli bradikardiya. Sinusli bradikardiyada qanaqa bo'ladi? 60 tadan past bo'lishi kerak. Misol uchun CSS ni hisoblayapmiz, teng 300 da bo'lamiz. Katta katakchalarning soni RR oralig'i juda ham uzunlashib ketgan. Katta. Misol uchun 6 ta chiqadi. 6 ga bo'lamiz katta katakchalarning soni. Nechta bo'ladi? Oson ishlab topish yo'li bu sizlarga 50 ta. Agar mana shu misol uchun 50 mm/sekundli hozir juda ham kam EKGlarimiz, agar 50 li bo'ladigan bo'lsa, biz 600 qo'yamiz mana bu yerga. 600 da misol uchun katta katakchalarimiz 5 ta bo'ladigan 5 ga bo'lamiz, bu 120 ga teng bo'ladi, xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Demak, 50 mm/sekundda 600 ga bo'lar ekanmiz, 25 mm/sekundda 300 ga bo'lar ekan. Oddiy hisoblash yo'li sizlarga. Xo'p, keyingisi o'tkazuvchanlikda muammo bo'ladigan bo'lsa, men tez o'tib ketaman, chunki asosiy mavzumiz bizda infarkt kutib turibdi. O'tkazuvchanlik, ya'ni misol uchun o'tkazish kerak. Bunda o'tkazmasa nima bo'ladi? Blokada bo'ladi. Ya'ni tormoz ko'p ishlayapti, blokada bo'ladi. O'zi aytibdi, blokada demak, sinartral tugunda, antraventrikulyar tugunda blokadasi bor. Undan keyin esa qorinchalarda blokadasi bor. Qorinchalar blokadasi. Ya'ni buni biz aytamiz blokada правой ножки пучка гиса, ya'niki o'ng gis tutamini oyoqchasini blokadasi va chap gis tutamini oyoqchasini blokadasi. Chapnikini men aytdim oldingi va orqa tarafda ikkita, chunki bu tarafda men bu yerda chizganman ikkita, ya'niki oyoqcha bo'ladi. Chunki chap qorincha aslida eng qalin qorinchamiz chap qorincha hisoblanadi kameramizda. Sinartral tugunda, sinartral antraventrikulyar tugunda ko'rsak bo'ladi. Sinartral tugunda nima bo'ladi? Misol uchun PQRS bo'ladi, hamma narsa bo'ladi, lekin bitta PQRS polностью yo'q bo'lib qolishi mumkin. Bitta tushib qolyapti, chunki sinartral tugun nima aytayapti? Bitta uxlab turay deb aytayapti, ya'niki yoki misol uchun o'sha shoh yoki direktor misol ishchilarga buyruq berish kerak, lekin uxlab qoldi, esidan chiqib ketdi. Bitta buyruq qolib ketdi. Yana buyruq ketaveradi. Goh-gohida shunaqa holatda bitta tushib qoladi. Tushunlaringizmi? Xo'p, AV tugunda bo'ladigan bo'lsa, buni 3 ta darajasi bor aslida, 3 ta darajasi bor. Birinchi stependa asosan PQ segmentimizda mana bu yerda P dan Q gacha. Chunki Q'imiz nima? Qorinchalarga javob berish edi. Demak, bu nimagacha? AV tugungacha edi. Mana AV tugunimiz. Bu mana bu gis tutamidan keyin qorinchalarni QRS kompleks ko'rsatadi. Demak, AV tugunda biz PQ segmentni topsak bo'lar ekan. Demak, PQ segmentimiz o'zi normada 0.2, ya'ni 0.18 dedi. Kimdir 0.2 gacha norma dedi. 0.18 desalardan bo'ladi. Demak, PQ segmentimiz 0.2 sekunddan uzun bo'lishi, ya'niki katta bo'lishi. PQ uzun, keyin QRS T kompleks. QRS kompleks T chichamiz. Tushunarsiz? Demak, PQ segmentimiz 0.2 dan baland. Keyingisi, ikkinchisi bu darajasi morbid
holatda aytiladi olimda Mobitz 1, Mobitz 2. Tez tushuntirib ketaman. Mobitz 1 bilan Mobitz 2 da nima farqi bor desa, ya'ni bunda bittasida PQ nisbatan qaranglar 0.21, 0.22, 0.23 nimani sezyapsizlar? Nisbatan kattalashib borishligini. Tushunasizmi? Keyin yoqida tushib ham qoladi. O'sha 0.24, keyin yo'q misol uchun. Mana bu holatda davomiy kattalashib boryapti. Endi keyingisi Mobitz 2 da nimani sezasizlar qaranglar. PQ segment, bunda ham PQ segment 0.22, 0.22, 0.22. Nima? Bir xilda turishligini ko'ryapsizlar. Shunlarga bir xilda turishligini ko'ramiz. Xo'p, buni ham tushunib oldik. Endi keyingisi qorinchalardagi. Qorinchalar blokadasida, ya'ni bu o'ng va chap o'sha oyoqchalar gis tutamini blokadasi deb aytib o'tdik. Qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Bu ham juda ham oson qaranglar. QRS kompleksi nisbatan bizada qanaqa bo'lish kerak? Mana bu yerda keng bo'lish kerak. Qaysi tarmoqlarda desa, juda ham oson tushuntirib ketaman. O'ng va chapda chunki aytib o'tdim, asosiy mavzumiz infarkt. Demak, o'ng tarafga javob beradigan tarmoqlarimiz 3, V1, V2 edi. Bu tarmoqlarda ko'rishimiz mumkin. Nimani? QRS kompleksini shiroki bo'lgani, deformirованный holatda bo'ladi va mana bunaqa holatda bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa keng bo'ladi. Shunlardan keng holatda bo'ladi. Undan tashqari S tishchalarimizda ham ko'rsak bo'ladi, glubokий bo'lishligi. Chunki QRS kompleksi mana bu yerda nisbatan o'ng tarafda blokada bo'lgan hisobiga bu tarafda nima bo'ladi? Bu tarafda S tishchamiz boyagida aytib o'tganimdek keng bo'lish kerak degan holatda aytib o'tdik. Keng holatda. Chunki bu tarafda V5 va 6 birinchi standart tarmoqlarda. Shunlardan endi agar chap qorinchada, ya'niki o'sha chap qorinchadagi ikkita oyoqchamizda oldingi va orqa gis tutam oyoqchalarda blokada bo'ladigan bo'lsa, nima QRS kompleks qaysi tarmoqlarda, ya'niki shiroki bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Albattaki V5 va 6 birinchi standart tarmoqlarda o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Shunlardan V5 va 6 va birinchi standart tarmoqlarda. Juda ham oson ekan. Xo'p, bu narsani ham tushunib oldik. Bu narsani ham bilib oldilaringiz. Keyingisi gipertrofiyalarda masalaga patologiyasini o'tdim, qanaqa bo'lishligini, kerakligini, keyin o'tkazuvchanlikda muammo blokadalarda masalaga tushuntirdim. Tez. Keyingisi bu ritmda muammo bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Ritmda muammo bo'ladigan bo'lsa bular, ya'niki bo'lmachalarda muammo bo'lishi mumkin, qorinchalarda muammo bo'lishi mumkin. Ko'p ishlatiladigan fibrillatsiya pretserdi deydi, ya'niki bo'lmachalar fibrillatsiyasi yoki bo'lmachalar xilpillashi deymiz, trepitaniya bo'lmachalar. Ko'p rus tilida terminlar aytiladi bu trepitaniya yoki bo'lmachalar xilpillashi. Xo'p. Endi keyingisi bu qorinchalar fibrillatsiyasi va qorinchalar xilpillashi. Bu yerda bilamiz, CSS nisbatan juda ham yuqori bo'ladi. Paroksizmal taxikardiyalar bor bu yerda, taxikardiyalar bor, желудочковый, ya'niki qorinchalar. CSSimiz 150, 200, 300 bo'lib ketadi. Nima uchun? Chunki re-entry degan narsa bor. Mana shu yerda ham tez tushuntirib ketay. Umumiy holatda re-entry degan qaytadan ishga tushish. O'sha yerda patologik holatda yana ishga tushadi. Misol uchun bitta yugurib ketayotgan inson bo'ladigan bo'lsa, mana shu krugda aylanib kelgandan keyin yana aylanaveradi. Unaqa holatda mana shu bitta insonni qaytadan ko'raveramiz. Bitta impuls, yana ikkinchi impuls qo'zg'aladi, yana uchinchi impuls qo'zg'aladi. O'shaning uchun 300 ta 150 ta 200 ta impuls hosil qilib ketadi. Chunki o'ylashliklaringiz mumkin, men aytib o'tdim, chunki mana bu yerda 60 ta 90 ta sinartral tugun impuls hosil qilsa, undan ortiq kim hosil qilib beradi degan narsani o'ylashliklaringiz mumkin-da, chunki o'sha vaqtida shuning uchun aytib o'tib ketdim. Xo'p, bu yerda ham aytdim, re-entry holatida fibrillatsiyalar bo'lmachalardagi F to'lqin hosil bo'ladi. Xilpillashda ham F to'lqin, faqatgina bittasida F to'lqinimiz pivaga o'xshaydi. Piva degani bu boygiga o'xshaydi. Nima deydi? Piva bolgarkani tishchasi bo'ladi-ku, xuddi shunaqaga o'xshaydi. Paroksizmal taxikardiya fibrillatsiya qorinchalarnikida esa QRS kompleksida deformatsiyalanganini ko'rishimiz mumkin.
Chunki nimada muammo bo'lyapti? Chunki qorinchalarda muammo bo'lyapti. Ko'rish kompleksi o'zgaradi. Shunlardan. Xo'p, bu narsalarni ham tushuntirdim nisbatan. Xo'p, ritmda muammo bo'ladigan bo'lsa, eng muhim joyi sizlarni kutib turgan narsa bu infarkt. O'shanga o'tay deb maqsadda tez o'tyapman. Demak, keyingisi demak qo'zg'aluvchanlikda biz o'tkazuvchanlikda o'tdik. Qo'zg'aluvchanlik. Bu yerda nima muammo bo'ladi? Qo'zg'aluvchanlikda ya'niki проводимость o'tkazuvchanlik, qo'zg'aluvchanlik ularda demak mana shulardan faqat qo'zg'aluvchanlik qoldi. Qo'zg'aluvchanlikda nima muammo bo'ladi? Qaranglar. Demak, bunda misol uchun qo'zg'alish kerak, возбудимость bo'lish kerak. Nima bo'lish kerak? 1 2 3 4 misol uchun avtobusda 1 2 3 4 deb ketish kerak. Ya'ni birinchisi misol uchun siz yugurganingizda yoki misol uchun ketayotganda birinchi insonni hamma ta'qib qilib orqasidan ketadi. Bizda birinchi boshlab beradigan sinartral tugunadi. Boshlovchimiz sinartral tugunadi. Undan keyin anteroventrikulyar misol uchun, undan keyin gis, undan keyin oyoqchalar, purkinga va yurakda dam olishi repolarizatsiya holatida edi. Bu yerda aytadi, nima uchun bir chiqish kerak? Birdan keyin men dedi, 3 chiqaman dedi. 3 misol uchun chiqib ketadi avtobus. 1 chiqdi, 3 chiqib ketdi yoki misol uchun 1 chiqdi, 2 chiqdi, 4 chiqib ketadi. Bu narsani holatda qo'shimcha qisqarish holatida javob beradi. Ya'ni bu narsani biz aytamiz ekstrasistoliya deymiz. Ekstrasistoliya holatida javob beradi. Shunlardan ekstrasistoliya. Bu yerda nima bo'ladi? Misol uchun pichkamiz muddatdan oldin qisqarib ketishi, misol uchun ko'rish kompleksi, misol uchun bu yerda misol pichkamiz muddatdan oldin qisqarib ketadi. O'shanaqa holatda yo'q, ko'rish kompleksi T'dan keyin holatda bo'ladi, mana ko'rib turganlaringizdek. O'shanaqa holatda ekstrasistoliya holatda javob beradi, ekstrasistoliyalar. Shularda ham alohida ko'p o'zgarishlar bor aslida. Keyingisi bu mana bu yerga yozib ketay birdaniga elektrolitlarda muammo bo'ladigan bo'lsa, elektrolitlarda men sizlarga plazmada o'tgandim. Elektrolitlarda muammo bo'lsa, bu kaliy qachon ko'payib ketadigan bo'lsa, kaliy kamayib ketadigan bo'lsa, kalsiy ko'payib ketadigan bo'lsa, va kalsiy kamayib ketadigan bo'lsa, va ko'pchilik holatda magniy bilan qilsak bo'ladi. Magniy kalsiyni antagonisti hisoblanadi. Agar buni kamayishi bilan mana bu ikkalasini 2 ga o'zgarishi bir xil yuradi. O'shanda osonroq tushunasizlar. Demak, kaliy ko'payib ketadigan bo'lsa, kaliy oxirida mana bunday jarayon bor bizada harakat potensiali o'sha o'zi bizada pacemaker hujayralar, misol uchun mana bu sinartral turgan pacemaker hujayrasi hisoblanadi, ya'ni elektr hosil qiluvchi desak bo'ladi. Va bizada impulsni misol uchun qabul qiluvchi bor. Buni atipik hujayralar deymiz, atipik kardiomiyotsitlar deymiz, atipik kardiomiyotsitlar va tipik kardiomiyotsitlar bor. Tipik kardiomiyotsitlar bu qisqaruvchanlik funksiyasini bajaradi. Demak, mana shunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, mana bu plato va oxirida kaliy hujayralari bizlarga eng muhim hisoblanadi. Plato bu kalsiy hujayra chiqishi va kirishi muhim funksiyani bajaradi va kaliy. Demak, kaliy bo'lganda bu repolarizatsiyaga javob berar ekan, demak. Eng muhim jarayon faza 4 ga javob beradi harakat potensialida. Demak, faza 4 ga javob berganda T'imiz qanaqa holatda bo'ladi? P, QRS. Endi giperkalimiya bo'ladigan bo'lsa, T'imiz nisbatan yiriklashgan bo'ladi. Kaliy kam bo'lganda esa T amplitudasi kichik, hattoki manfiy holatda ham bo'lib qolishi mumkin. Kichkina bo'ladi amplitudasi. Shunlardan bu giperkalimiya holatida bo'lar ekan T-cham. Endi keyingisi kalsiyimiz. Kalsiy bu yurakda qisqarishi, asosan qorinchalarnikiga desak bo'ladi. Mana bu yerda QT holatida, mana bu P Q R S T deb oladigan bo'lsa, QT tarmog'igacha bo'lgan masofa agar kalsiy ko'payib ketadigan bo'lsa, tarmoq yaqin bo'ladi. Chunki qorinchalar o'sha kalsiy ko'p bo'lganligi uchun tez qisqarish funksiyasini bajaradi. O'shaning uchun QT bu yerda nima bo'ladi? Qisqa bo'ladi. Kalsiy kam bo'lsa esa albatta qisqarish nisbatan sekin bo'ladi va ulardagi masofa sekundda katta bo'ladi. Demak, QT nisbatan uzun bo'lar ekan. Shunlardan, demak, eng muhim mavzuga keldik. Bu infarkt miokardga keldik. EKGda qanday o'zgarishni tushuntirib berishga. Demak, bu narsalarni o'chiraman. Infarkt bu juda ham muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Xo'p, hozirgi holatlarda umumiy stomatologlarda nimani bilishimiz kerak desa, men aytdim, mahalliy anestetiklarimiz o'sha superkain ularda yuborilayotganda asosan vazokonstriktorimiz bor. Xo'p, o'zi mana bu yerda mana bu natriy kanallarini bloklash bo'ladi, to'g'rimi?
natriy kanallarimiz bor. Natriy kanallarimiz harakat potensiali faza 1 da ishtirok etadi. Misol uchun, ular antiaritmik hisoblanadi. Aritmiyani oldini oluvchi, lekin bizda adrenalinni, misol uchun, oladigan bo'lsa, sinusli taxikardiya bo'ladigan bo'lsa, yana o'sha narsani возбуждениeni kuchaytirib, bradikardiya bo'ladigan bo'lsa, taxikardiya chaqiradi. O'sha ekstrasistoliyalar bo'ladigan bo'lsa, ekstrasistoliyani oshirish ehtimolligi katta. Blokadalarda esa o'sha blokadani усугубление prosesiga olib keladi. Ya'niki yomonlashishiga olib keladi. Eng muhim esa kimga qilib bo'lmaydi desa, bu infarktdagi bemorlarga. Qanaqa holatlarda bemorlarda operatsiyaga olib bo'lmasligini ham hozir infarktga tushunasizlar. Demak, infarkt miokard. Infarkt miokard. Bu narsalarda umumiy holatda mikro sirkulyatsiyani buzilishi deymiz. Sirkulyatsiyani buzilishi yurakda. Infarkt miokard mikrosirkulyatsiyani buzilishida yurakda bu yerda qaranglar. Bizda asosiy 3 ta jarayon ketadi. Birinchisi ishemiya jarayoni ketadi. Ishemiya повреждениеga olib keladi. Va повреждение esa nekroz holatiga olib keladi. Nekrozирование. Tushunarsiz? Ya'ni повреждение degani o'shani shikastlanish davr desak ham bo'ladi. O'zbekda shikastlanish. O'zi qanaqa kechadi? Bizlarda misol uchun mana bu yurak 4 kamerali bo'lsa, o'zi yuragimiz boshqacha holatda chizishimiz kerak, lekin eng oson tushunarli holati mana shu. Mana bu oysimon klapanlarimiz bor. Mana bu aorta bo'ladigan bo'lsa, oysimon klapanlarimiz bor. Demak, mana bu vulvalarimizdan chiqqanda sistola vaqtida aytib o'tdim, 65-70 ml qonni chap qorincha haydash kerak deb. Va mana shu yerdan, chap qorinchadan o'sha chiqqandan keyin aortamizda mana bu yerda ikkita tarmoq beradi. Buni esa yurakni o'zini qon bilan ta'minlanishi uchun kerak bo'ladigan tarmoqlarimiz. Bu o'ng totsimon yoki koronar arteriya deymiz, yoki totsimon arteriya deyiladi, yoki buni chap koronar arteriya deyiladi. Tushunarli? Yoki totsimon arteriya deyiladi. O'sha stent qolishga vaqtimiz bor, yo'q degan narsalarni misol uchun o'shalarni tromb bilan tiqilib qolishi, misolga mana bu yerda tromb bilan tiqilib qoldi, bu yerda ham o'zi aslida tarmoqlar beradi, agibaishi degan narsalar. Koronar totsimon arteriyani yurakda anatomiyasini boshqa kunga o'tib berishga harakat qilamiz. Demak, misol uchun mana bu yerda yoki bu yerda tromb bilan tiqilib qoldi. Ya'ni asosan tromb tiqiladi. O'sha tromboz holati bo'lgandan keyin bu tarafda nima jarayon boshlanadi? Bu yerda kislorod va oziqa moddalarining yetishmovchiligi jarayoni boshlanadi. Yetishmovchiligi bu jarayon boshlanadi. Oziq moddalar yetishmovchiligi. Tushunarlimi? Xo'p, endi yurakda anatomiyasiga kelganda, mana sizlarga tushuntirib o'tib ketay. Asosiy qismlarimiz mana bu yerda oladigan bo'lsa, ichki qismimiz endo deyiladi. Demak, bu endokard. Tashqi qismimiz esa epikard deyiladi. Epikard. Uni o'rtasi esa miokard bilasizlar, mushak qism hisoblanadi. Uni sumka sifatida o'rab turadigan qism bor, bu perikard hisoblanadi. Perikard, yurak sumkasi. Bu yerda sinovial suyuqlikka o'xshagan suyuqligi bor. Ya'ni yurak qisqarishida, ishqalanishni kamaytirish uchun perikardda suyuqligimiz bor. Xo'p. Bu narsani bilib olaylik. Epikard, miokard, endokard. Chunki bizda hozir tushuntirishimga osonroq bo'ladi. Bizda mana shu ishemiya, повреждение, ya'ni shikastlanish va nekroz asosiy 3 ta bosqichi bo'lar ekan. 3 ta turi desak ham bo'ladi. Bu qanaqa turlar? Sub epikardial, sub endokardial, tushunasizlarmi? Va transmural. Keyingisi ham shikastlanish sub epikardial birinchisi, ikkinchisi sub endokardial, uchinchisi transmural. Nekrozlanish jarayoni ham 3 ga bo'linadi ekan. Demak, sub epikardial, sub endokardial va transmural. Yana bitta turi bor. Aytish joizki, bu intramural. Yoki buni transmural emas dedi. Ne transmural nima deydi? Ne transmural infarkt miokard hisoblanadi. Shulardan, demak, qaranglar. Birinchi birdaniga nekrozlanish jarayoni boshlanib ketmaydi. O'ylab ko'radigan bo'lsak, to'qima birdaniga o'lmaydi. Birinchisi ishemiya holatini o'tkazadi.
Men sizlarga osonroq tushunish uchun 3 ta misol o'ylab qo'yganman. Misolga aytaylikki, gul. Gul ozgincha pastga qaragan gullari nisbatan sal bujmaygan holatda turibdi. Unga suv qo'yadigan bo'lsangiz, misol uchun bir kun suv qo'ymagansiz. Bir kun qo'ymagansiz, suvga hech nima emas gulga, atirgulga. O'ylab ko'ring, bir kun suv ichmagan. Kun issiq bo'lyapti, lekin bir kundan keyin kechga qo'yadigan bo'lsangiz, u yana gullarini chiroyli qilib ochib, barglarini o'ziga keltirib oladi. Endi ikkinchi holatda, misol uchun aytaylikki, yashovchanligi 6 kungacha deylik atirguldagi. 6 kun suv qo'ymadingiz. U pastga yotib qoldi. Lekin suv bersangiz, mana shu 50 ga 50 holatda yashab ketish holati bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Suv qo'ydilaringiz, bu yashab ketdi. Ya'ni sizlar shu 3gacha bordilaringiz xavf omiligacha. Tushunarlimi? Ya'ni qaysidir atirgulimiz o'ldi, misolga shunaqa holat bo'lishi mumkin. Bunda ham shikastlanishlar qaysidirimiz gulimiz esa tutib ketdi. Ya'ni yaxshi gullab ketdi. Qaysidir gulimiz esa misol uchun o'lishi mumkin. Endi 3-holati bo'ladigan bo'lsa, nekrozlanishda. Nekrozlanish bu jarayonda guli suli bo'lgan, barglari quvra bo'lgan, gullari suli bo'lgan, tomirlari ham suli bo'lgan. Bunga 100 litr suv qo'ymaysizmi? 100 litr suv qo'ysangiz ham nima bo'ladi? Qurib qolgan bu. O'lgan. Bunga ta'sir qilmaydi. Demak, mana bu jarayonda bizlarda 1 litrga ozgina suv qo'ysak ham o'zini tutib ketish funksiyasini bajaradi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bu holatni birinchisini ishimiya deb olsak bo'ladi misolga. Buni esa olsak bo'ladi shikastlanish davri deb olsak bo'ladi va buni esa nekrozlanish davri deb olsak bo'ladi. Biza stent deymiz, misol uchun ota-onangizga stent qo'ymoqchisiz, infarkt bo'ldi degan jarayonda stent qayergacha bizaga stent qo'ysak foyda bo'ladi, ya'niki o'sha insonga desa, mana bu jarayongacha ekan. Tushunarli? Chunki nekrozlangan to'qimaga unga 100 litr suv qo'yasizmi? Chunki nekrozlanib bo'lgan. Undan keyin chandiqlanish davri keladi. Chandiqlanishdan hozir tushuntirib beraman. Demak, bunda mana bu yerda bizga yordam bersak bo'lar ekan. Xo'p, endi qaranglar. Mana shu jarayonda birinchisi ishemiyadan boshlanadi. Subepikardialni desa, demak ishemiyamiz qayerda kechyapti? Misol uchun, yurakni tashqi qavatida kechyapti. Misolga mana bu miokardi bo'ldik, mana bu epikardi bo'ldik. Demak, mana bu epikardimiz. Mana buni epikardni mana bu yerda chiroyli qilib yozamiz. Epikard. Demak, yurakda ishemiya holati epikardial holatdan boshlandi. Mana bunday bo'ladigan bo'lsa, mana bu epikard, yanada tushunarli bo'lish uchun. Mana bu esa endokard deb olamiz. Endokard deb olamiz. Yurak tarmoqlarini o'chiraman va tepada yozishni boshlayman. Bu narsalarni tushundilaringiz. Men tushuntirishim uchun faqat qolish kerak bo'lgan jarayonlarda narsalarni qoldiraman. Qanday tishcha paydo bo'lishlarini ham hammasini tushuntirdim. Xo'p. Demak, bu narsani qoldiramiz va bu yerdan boshlaymiz. Qaranglar. Subepikardialni, sub ya'ni pod degan ma'noni, osti degan ma'noni anglatadi. Mana bu yerdan ishemiya jarayoni boshlandi. Ishemiya. Tushunarlimi? Ishemiya holati boshlandi. Ya'ni o'sha yerda oziqa modda yetishmayapti. Subepikardial ishemiyada asosan bizda tish tishchalarimizda muammo bo'lar ekan. Tish tishchalarimiz muammoni ko'rsatar ekan. Endi bu yerda bu endokardimizda esa mana bu subendokardial ishemiya. Tushunarlimi? Endi transmuralda ham yozaman. Hamma qobig'i ishemiya bilan qoplangan bo'lsa, ham tashqi, ham ichki, ham oralig'i. Tushunarlimi? Uchala qavatda ham olgan bo'lsa, bu transmural ishemiya hisoblanar ekan. Transmural bu subepikardial juda ham oson ekan. Bu subendokardial. Agar konspekt qilsangiz, butun ekligini titib tashlaysiz. Hamma narsasini bilib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Birinchi ishemiyani demak razbor qilamiz. Birinchi ishemiyamiz subendokardial, ya'ni ichki tarafda bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Ichki tarafda. Endi qaranglar. Mana bu yerda PQRS kompleksimiz va T tishchamiz bo'lishi kerak. T tishchamiz manaqa bo'lishi kerak edi, shunaqa bo'lishi kerak edi. Endi bizanikiga qaranglar. Nima farqi sezasizlar? T tishchamiz zaostrёnный deydi, ya'ni o'tkir holatda bo'ladi. T tishchamiz musbat, faqat juda ham o'tkirlashgan holatda bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, bu subendokardial ishemiya holatda bo'ladi. Hali vaqtimiz bor. Subendokardial ishemiya, mana shu ishemiyalardan aytib ketay. Ishemiya holatida bir necha sekunddan bizning 30 minutgacha vaqtimiz bor. 30 minutgacha mana shu ishemiya vaqti deyiladi. Ishemiya vaqti. Xo'p, keyingisi bizda ikkinchi ishemiyamiz. Ikkinchi ishemiyamiz ko'p bilan yozamiz. PQRS deb bo'lish kerak.
Endi bu yerda asosan repolarizatsiya buzilyapti, ya'ni dam olishi buzilyapti. Chunki kislorod bilan ta'minlanish yo'q bu yerda. Endi nima bo'ladi? Transmuralda olamiz. Transmural. Bu transmural ishmiya. Ya'ni o'sha ichki, tashqi va o'rta qavatni ham hamma qismida ishmiya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha oziq modda kislorod yetishmayotgan bo'lsa nima bo'ladi? Bu yerda T'imiz manfiy va chuqur T bo'ladi. Chuqur T. Shunlardan, demak, T'imiz juda ham chuqur holatda bo'ladi va T'imiz manfiy bo'ladi. Va uchinchisi sub epikardial holatda. Bu tashqi taraf ekan, tashqi tomon. Shunlardan tashqi tomonda nima bo'ladi? Tashqi tomonda nima bo'ladi desalaringiz, tashqi tomonda mana bunaqa holat PQRS T. Bunda ham T manfiy bo'ladi, faqat nisbiy manfiy bo'ladi. Bu yerda esa chuqurroq T'ni ko'rsak bo'ladi. Shunlardan chuqur T. Bu yerda T manfiy holatda bo'ladi. Bu ishemiya holati bo'ldi. Endi qaranglar. Ishemiya bo'lganda mana bunaqa holatda bo'ladi mana. Mana buni olsak, bizani yon tarafimiz har doim ishemiya bo'ladi. Ishemiya nisbatan kislorodga talab kuchli. Endi o'rtamiz nima jarayonda o'tkazadi? Bu yerda повреждение, ya'ni shikastlanish davrini o'tkazadi. Va o'rta qism esa mana yashil qismi bilan yozaman, mikrozlanish davrini o'tkazadi. Shunlardan bir-biriga bog'liq ekan. Ishemiya, повреждение va mikroz, ya'ni shikastlanish va mikrozlanish jarayoni. Ishemiya, shikastlanish, mikrozlanish jarayoni bo'lar ekan. Xuddi mana bunaqa bilsa, bo'yiga ko'rganmiz. Mana bu 10 lik ball, 8 ball, 6 ball deganda ball qo'yiladi. Bu yerda xuddi shunday ishemiya, shikastlanish va o'rtada markazda kichik mikroz bo'lar ekan. Endi ikkinchisini boshlaymiz. Shikastlanish bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Shikastlanish bo'lsa bo'ladi. Nima bo'ladi? Shikastlanish. Buni ham juda ham oson tushuntirib beraman sizlarga. Shikastlanish davrida bizda holi ota-onalaringizga yo yaqinlaringizga stent qo'yish imkoniyati bor. Ya'niki gul suli bo'lmagan 1 litr suv qo'ysangiz o'zini tutib ketadigan funksiya. Ya'ni o'lim va tiriklik jarayonida qolyapti. Tuquma, o'sha gul desak bo'ladi yokiga hujayra deb olsak bo'ladi. Demak, bu yerda nima bo'ladi desa, PQRS mana bunaqa bo'lish kerak. Endi birinchisida shikastlanish bu, ikkinchi bo'ladigan bo'lsa, birinchisi subendokardial, ya'ni ichki tarafdan boshlaymiz. Subendokardial qismdan boshlaymiz. Ichki tarafda nima bo'ladi? Mana bu endokardial, subendokardial bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Bu yerda qaranglar. Juda ham oson. Mana bunda subendokardialda T plus bo'ldi. Endi bunda navarot bo'lish kerak, eslab qolinglar. Ichki tarafda bizlarda S-imiz qanaqa bo'ladi desa, S-imiz depressivni holatda, depressiya holatida bo'ladi. Ya'ni S-da chuqur manfiy holatda bo'ladi. Pastga sho'ng'ilgan. Tushunasizlar? Mana ko'ryapsizlar? S-da pastga sho'ng'ilgan holatda bo'ladi. Bu subendokardial holatda bo'ladigan bo'lsa. Endi ikkinchisi transmural. Ya'ni butun qismini olsa nima bo'ladi? Butun qismini oladigan bo'lsa, PQRS T bo'lish kerak. Mana bunaqa holatda bo'ladi. Buni kashachya spinka deydi rus tilida. Kashachya spinka. Ya'ni mushuk bel qismi deymizmi, o'shanda beli desak bo'ladi. Chunki mushuk mana bunaqa holatda, jangovar holatida turadi. Mushukni nisbatan o'xshatishga harakat qilaman. Mana bunaqa holatda bo'ladi. Demak, bu yerda transmural shikastlanishda nima bo'lar ekan? Kashachya spinka holatda bo'ladi va buni biz aytamiz ST elevatsiyasi deymiz. ST elevatsiya. Shunlardan ST elevatsiyasi deymiz. Juda ham yuqoriga ko'tarilib ketgan bo'ladi transmural shikastlanishda. Va uchinchisi subepikardial, ya'ni tashqi tarafda bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? O'zgarish bu yerdan juda ham oson. Bu yerdan xuddi shunaqa ST bo'ladi, kattalash. Lekin nisbatan ko'rganlarida kichik bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham ST elevatsiya. Faqat transmural bilan aynan subepikardialda farqi nimada, Muslimbek deb aytsanlaringiz, bunda nisbatan ST elevatsiyamiz sal pastroq bo'ladi. Bunda misol uchun ikkita plus qo'yadigan bo'lsa, bunda bitta plus. Men ko'rganlarida juda ham ST yuqori mikros. Bu uchinchi holat bo'ldi. Qachonki gul batamom o'lib bo'lgan bo'lsa, bunga hech qanaqa stent yordam bermaydi. Endi qaranglar, mana shu holatda nima bo'ladi? Bu yerda bu jarayon ham 3 ta jarayonni o'tkazadi. Endi mikros to'qimaydi hisoblaydigan bo'lsa, mana qaranglar. Sizlarga tushuntirish uchun
har doim nikroz o'zi kechmaydi. Nikroz holatida mana bunaqa bo'ladi. Qoraygan holatda yozaman men. Nikroz kichikroq bo'lsin. Mana bunaqa nikroz. Uni yuqorisida esa qizil bilan yozaman. Shikastlanish. Shikastlanish bu ham davrga qarab va ishmiya. Shunlardan 3 ta jarayonda o'tkazdi. Va buni oxirida birlashgan holatda bo'ladi. Birlashgan holatda bo'ladi. Qachonki mana bu yerda rubets dedi. Rubets dedi, chandiqlanish. Chandiqlanish ham xuddi shunday mana bu yerga ya'ni devorlarga yopishmagan holatda o'rtada joylashgan bo'lsa va yopishgan holatda bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Endi qaranglar. Mana shu jarayonda bundan boshlaylik. Ikki tarafda bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Ikki tarafda sub, ya'ni endokardial. Birinchisi sub endokardial nikrozlanish. Kardial nikrozlanishda nima bo'ladi? Demak, bunda ham P endi Q patologik holatda chiqqan bo'ladi nisbatan va uni sekundi 0.03 sekunddan uzunligi baland bo'ladi. 0.03 sekunddan. Keyin QRS C kompleksi hosil bo'lishni boshlaydi. Endi bu yerda qaranglar, nima bo'ladi desa, mana bu manfiy holatda oladigan bo'lsa, buni S timiz bunda demak manfiy holatda oladigan bo'lsa, S timiz nisbatan mana pasayganini ko'rishimiz mumkin izoliniyadan. S timiz pasaygan bo'ladi. Kuchchamiz S ga qaraymiz. S timiz nima bo'ladi? Izoliniyadan pastda bo'ladi. Keyingisi ikkinchisi. Agar transmural holatda nikrozlanish ketadigan bo'lsa nima bo'ladi? Asosan PQ RS bilan boshlanib ketadi. Mana R kichkina bo'ladi. Q patologik holatda bo'ladi, mana bunaqa holatda bo'ladi. Tushunarsan? Xo'p. Q holatda bo'ladi transmuralda. Transmural nikrozlanish bu kamdan kam holatda va uchinchisi bu subepikardial nikrozlanish holati. Subepikardial nikrozlanish holatida PQRS T nisbatan izoliniyadan teparoqda bo'ladi. Mana buni izoliniyadan S T yuqoriroqda bo'ladi. Tushunlaringizmi? Va keyingisi bu transmural va to'rtinchisi netransmuralniy yoki intramural nikrozlanishda nima bo'ladi? Xo'p, demak, intramural nikrozlanishda P QRS kompleksi bu yerda asosan mana buni o'rta qismida kechganligi uchun, ya'niki qobiqda mana bu yerda bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda kechganligi uchun bu na ichki, na tashqi tarafda kechganligi uchun nima bo'ladi desa, bu yerda esa T manfiy holatda javob beradi. T ni manfiy holatda turganligini javob beriladi. Tushunarsiz? Demak, qaytarib o'tamiz. Subendokardialda S T pastga izoliniyadan pastda bo'ladi. Transmuralda Q chichamiz, R chichamiz kichkina va S chichamiz nisbatan polyomi sal mana bunaqa qo'shilib ketgan bo'ladi R kichkina chichamizga. Lekin QRS kompleksida alohida ajratib ololmaymiz. Q chichamiz patologik holatda bo'ladi. Endi qaranglar, intramuralda Q chichasiz deyiladi bu narsa. O'shaning uchun bizda infarkt miokard S zubtsom Q и B zubtsa Q deydi. Ya'ni bu yerda keyingi jarayonda endi qaranglar, mana shu yerda infarkt miokard asosiy 4 ta vaqtni o'z ichiga oladi. Ya'ni bu qanaqa vaqtlar deyilgan bo'lsa, birinchi острейший период dedi, острейший период. Keyingisi o'tkir, ya'ni острый период. Juda ham o'tkir. Keyingisi острый период, keyingisi подострый период, острый период и keyingisi рубцевание deyiladi. Rubtsevание yoki chandiqlanish, rubtsevание. Shundan острый периodimizda qancha vaqt bor desa, o'sha 30 minutdan boshlanib 3 kungacha острый период boshlanadi. Острейший период ya'niki juda ham o'tkir period hisoblanadi bu o'zbek tilida. 3 kungacha. Demak, bunda shikastlanish deyiladi yoki shikastlanish deyiladi.
o'zi birinchi undan ham oldingi fazada ishemiya davrini o'tkazadi. Chunki birinchi ishemiya bo'ladi, keyin shikastlanish, keyin nikrozlanish deb aytdik, to'g'rimi? Demak, shikastlanish davrida 30 minutdan 3 kungacha vaqtimiz bor. Shikastlanish davri. Demak, mana shu yerda stent qo'yish, o'sha vaqtda chora-tadbirlarni qilish uchun bizda vaqtimiz bor ekan. Demak, buni tushundik. Ishemiyada men aytdim, bir necha sekundlarni 30 minutgacha ishemiya jarayoni kechadi deb. O'sha dori-darmonlar bilan yurakda koronar arteriyalarni kengaytiruvchi dori-darmonlar bor. O'shalarni berib qutulib qolishimiz mumkin. Demak, keyingisi astreyishidan keyin o'tkir, ya'ni ostriy periodga o'tadi. Bu 3 kundan 3 haftagacha vaqtimizni oladi. 3 haftagacha oladi. 3 haftagacha. Tushunarlimi? Keyingisi mana bu ikkita jarayon nikrozlanish davriga to'g'ri keladi. Nikrozlanish davriga to'g'ri keladi. Chunki birdaniga nikroz kelib qolmaydi. Men aytdim, birinchisi ishemiya bo'ladi. Ishemiyani bartaraf qilinmasa asta nima boshlanadi? Shikastlanish boshlanadi va uni shikastlanishni oldini olmasak biz nima boshlanadi? O'rta qismida nikrozlanish jarayoni boshlanadi. Nikrozlanish jarayoni boshlanadi. Demak, nikrozga javob berar ekan. Keyingisi podostriy period, o'tkir osti deyiladi. O'tkir ostida 3 haftadan 3 oygacha jarayonda kechadi. Ruptsovaniya esa bu butun umr saqlanib turadi. Ya'ni infarkt miokard bir marta bo'lgan inson chandiqlanish o'sha narsa qolaveradi. Chandiqlanish. Bu 3 oydan keyin butun umrgacha. Endi qaranglar. Biz o'sha stomatologga bordik. Stomatolog infarkt miokardda hozir bo'lgan bemorda misol uchun adrenalin qildi. Nima bo'ladi? Kelaylik tasavvur etamiz. Men aytdim, yurakda chiqqanda aortadan mana bu yerda to'simon arteriyalar bo'ladi deb. Qachonki bular o'sha klapanlar yopilgandan keyin mana shu to'simon arteriyalarga qon o'tadi va yurak o'zini o'zi dam olgan vaqtida qon bilan ta'minlaydi. Endi taxikardiya bilan javob beradi dedik adrenalin. Yana kislorodga talab oshib ketaveradi. Qancha ko'p qisqarsa, ya'ni misol uchun siz ham qancha ko'p ishlasangiz, shuncha och qolasiz va ovqatga bo'lgan talabingiz oshadi. Xuddi shunday yurak muskullari ham oziqaga bo'lgan talabi oshib ketadi va bunda biz bemorda hattoki o'ldirib qo'yish holatiga ham olib qo'yishimiz mumkin. Mana shu yerda o'shaning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qaysi vaqtida desa, demak, astreyshi ishemiyani uni tezlashtirib yuboradi povrijdeniyagacha, ya'ni shikastlanish davriga o'tkazadi. Nikrozdan esa o'lim holatigacha ham olib qo'yishi mumkin. Bu ruptsovaniyadan keyin umumiy narkozda yoki местный anestetiklar 6 oydan keyin o'zingizda, ya'niki strafovkangiz uchun keyin bemorlarni qabul qilsangiz bo'ladi. Agar infarkt miokard o'tkazgan bemor 6 oy 1 yildan keyin o'sha местный anestetiklar bilan, ya'ni o'sha og'riqsizlantirish orqali tishlarini davolasangiz yoki implantatsiya jarayonini qilsangiz bo'ladi bemalol. Mana shunaqa jarayon. Xo'p, endi men qanday bilaman? Qayerda infarkt kechyapti, qayerda qaysi tarafda infarkt bo'lgan degan narsani, degan jarayonni aytib o'taman. Demak. Xo'p, demak, qaysi tarafda bizda infarkt miokard bo'lgan, mana shu jarayonda ishemiya yoki shikastlanish yoki nikrozlanish yoki chandiqlanish asosan quyichcha bilan namoyon quyichcha patologik holatda 0.03 sekunddan yuqoriroq bo'lgan holatda saqlanib turadi bemorda. Demak, qaranglar. Bu yerda V3 bizda nimaga javob beradi desa, mana bu yerda perigorodkaga javob beradi. Demak, V1, V2 dan boshlasak, V1, V2 uchinchi o'ng tarafga javob beradi dedik. O'ng qorincha tarafga javob beradi. O'ng qorinchani stenkalariga javob beradi. Keyingisi V3 stenkami, V3 tarmog'imiz, ko'krak tarmog'imiz asosan межжелудочковый перегородка deydi. Qorinchalar aro to'siqqa javob beradi. Qorinchalar aro to'siqqa. V4 nimaga javob beradi desa, buni ichki qismiga javob beradi. Ya'ni apexga javob beradi, asosiy qismi. Apex, yurak cho'qqisiga javob beradi asosan. Mana shu jarayonda, mana shu yerlarda demak, ishemiya, nikrozlanish ketyaptimi, yo'qmi degan jarayonni o'ylasak bo'ladi. Keyingisi V5, V6 nimaga javob beradi desa, bu боковой стенка левый желудочка, ya'niki chap qorinchani yon tarafiga javob beradi va birinchi tarmoqlarimiz. Juda ham oson ekan. Agar orqa tarafdan ko'rmoqchi bo'lsak esa, nima bo'lar ekan? V7, V8, V9 qo'shimcha tarmoqlarni ham qo'shsak bo'lar ekan. Demak, mana shu jarayonda misol uchun agar sizda V3 da quyichcha ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, chandiqlanish jarayoni mana shu yerda kechibdi. Ya'ni межжелудочковый перегородкаga javob beradigan jarayonda yoki V4 yoki V1, V2 ga javob beradigan bo'lsa, o'ng qorincha devorida yoki V5, V6 da ko'radigan bo'lsangiz yoki birinchi tarmoqlarda ko'radigan bo'lsangiz,
va AVL da ko'radigan bo'lsangiz, bu tarmoqda mana bu o'ng tarafda javob beradi. AVL da ko'radigan bo'lsangiz, bu AVF da ko'rsangiz pastki tarafda javob berishligini o'ylasangiz bo'ladi. Ishemiya qayerda kechyapti, ya'ni T tishiga qarab yoki S tishiga yoki Q tishiga qarab biz topib olsak bo'lar ekan. Infarkt miokardda shu. Demak, yana bir marta qaytarib o'taman. Infarkt miokard bo'lgan именно ishemiyani boshidan o'tkazayotgan bemorda stomatologik va implantatsiyamizni kategorik holatda absolyut qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Shikastlanish davrida ham bu shikastlanish 30 minutdan 3 kungacha davom etadi. Bunda ham kategorik absolyut qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Keyingisi o'tkir va o'tkir osti davrlar 3 kundan 3 haftagacha va 3 oygacha bo'lgan muddatda kategorik absolyut stomatologga va aynan 3 oygacha bo'lgan muddatda ota-onalaringizdan stomatologga infarkt o'tkazdi. 3 oydan oldin tishim og'rib qoldi. O'shanga boradigan narsani qilmanglar. Otalaringizda o'sha jarayonda stolda ustida o'ldirib qo'yish holati ham bo'lib qolishi mumkin agar bu narsani bilmasak. Demak, keyingisi agar chandiqlanish davrida, chandiqlanish 6 oy davrdan kelgan bo'ladigan yoki 1 yil davrdan kelgan infarkt miokard o'tkazgan EKG ga qarayapmiz. Qo'l-tishcha patologik holatda turibdi, qo'l-tishchamiz turadi. O'shaning stenkalarini qaraymiz, misol uchun, o'shanda tursak 6 oydan keyin yoki 1 yildan keyin implantatsiyaga olsak bo'ladi yoki tishlarini davolasak bo'ladi. Bugun EKG mavzumiz mana shundan iborat edi. Menimcha umumiy tushunchaga ega bo'ldingiz. Keyingi mavzular qaysi bo'lishligi kerakligini yozib qoldiringlar, xudo xolisa. Keyingi darslarda uchrashguncha asraga uyga vazifa beraman. O'shani qaysi ekanligini topinglar. Infarkt miokarddan yoki boshqa patologiyalardan qo'yishim mumkin. Kuzatib boringlar, do'stlaringizga ulashib qo'yinglar. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr. Muslimbek Bolmurodov sizlar bilan bo'ldi.